Bu mayitni uyda birinchi kun mahzunlik, qayg'u, yig'i. 2 kun o'tgandan keyin sal esdan chiqishni boshlaydi. Bir hafta o'tgandan keyin bu mayitni odamlar sekin-sekin unutib, hamma o'zining ishi bilan ovora bo'lib ketadi. Bir oydan keyin boyagidek o'yin-kulgi, valima, sayohat, mayit qabrda qolib ketdi. Alloh taolo aytayapti: "Ey bandam, seni qoldirib o'zlari ketishdi, tuproqqa berishdi. Agar sen bilan qolganda ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Men esa hech qachon o'lmaydigan al-haydirman. Nimani yaxshi ko'rgan bo'lsang, ey banda, qabrda yotgan banda, hamma narsa qoldi. Xotining ham, uying ham, vataning ham, yurting ham, zamoning ham, puling ham, mashinang, nimang bor? Nimani yaxshi ko'rganding? Hammasi qoldi.